qaysi bir musulmonning ota-onasi bo'lsa, ularga yaxshilik qilib tong ottirgan bo'lsa, dedilar payg'ambarimiz alayhisalom, Alloh taolo unga jannatning 2 eshigini ochib qo'yadi dedilar. Imom Buxoriyda Adabul Mufratda keldi bu hadis. Kim agar ota-onasini rozi qilib, xursand qilib, tong ottirsa, yaxshilik qilib, jannat eshigini ochib qo'yar ekan. Agar aksi bo'lsa, Rasulimiz alayhisalom aytganlaridek, rag'ima anf, burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin, xor bo'lsin. Shunday kishiki, agar uni ota-onasidan birortasi hayot bo'lib katta yoshga kelgan bo'lsa yoki bittasi tirik bo'lsa, ana o'shalarga yaxshilik qilib jannatga kirib olmaydigan odam bo'lsa, u xor bo'lsin dedilar. Bu imkoniyat, bulardan foydalanish kerak azizlar. Chunki Allohning rizoligi bu ota-onaning rizoligiga bog'liq. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga Abu Umoma degan sahoba kelib, ota-onasini boladagi haqlari haqida so'radi-da sahoba. Nima haqqi bor, bundomi deb savol beradi-ku, shu so'rovni Payg'ambarimiz alayhisalom qisqa qilib javob berdi. Men senga javob beraymi ularni? Huma jannatuka aw naruka dedi. Qarang javobni. Senga qisqa javob beraymi dedi. Ota-onang seni yo jannating yo do'zaxing dedi. Xohlaganingni tanla dedi. Yo ularni rozi qilib jannatga kir, yo norozi qilib do'zaxga kir. Bu seni tanloving dedilar-da. Shuning uchun ota-onaga qilinayotgan xizmatni riyo qilinib, minnat qilinmasdan ularni roziligi uchun qilinish kerak azizlar.